Voy. Sardor aka. Bolamni ko'rdingizmi o'zi? Ko'rdim. Hozir olib kelishadi, buncha shoshilmasang. Uf, Nima bo'ldi? ishlamayaptimi? Ana. Bolani qachon olib kelishar ekan? Hozir olib kelishadi deyapman-ku. Hozir olib Siz keladi. aniq ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Kimga o'xshar ekan? Albatta senga o'xshaydi. Do'mboqmi? Qani? Oy, bo'ldi. O'zim. Ay, juda ham shirin bo'lsa kerak. Ha. Tezroq olib kelishsin ayting. Hozir Bag'rimga olib bosgim kelishadi. kelyapti. Xo'p, ana olib kelishdi. Ana. Mana keldim. Sardorbek, ming bor Yo, Azizbek. Katta rahmat sizga. Yaxshi ham bor ekansiz. Tabriklayman, umri Rahmat. bilan bergan bo'lsin. Asal, meni kechir. Shunaqangi barbod joyda edim. Tabriklayman. Na antenam bor. Telefonimni ham zaryad o'chib qolsa aksiga olib. Eson-omon bag'ringga bosib olganing bilan tabriklayman. Rahmat. Meni kechir. Sizga ham farzand muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, kimga o'xshaydi? Menga o'xshaydimi? Men ham hali ko'rmadim. Hozir olib kelishadi. Azizbek, hozir olib kelishadi. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Qani meni olifta satangim. Ey, olib kelinglar tezroq. Biz ham kutib o'tiribmiz. Qani? Shumi? Chaqiradigani? Olib kelsin, bir ko'raylik. Lekin meni o'zimga o'xshasa kerak, aniq. Qutulib olganing bilan seni yana bir bor tabriklayman. Hamma narsachi o'zim bundoq aksiga olgandek bo'ladi-da. Telefonni umuman antennasi chiqmasa.